har qanday avtomashina uchun 3 yilga 25%, 4 yilga 4-5 yilga 27% beriladi. Agar bankimiz o'zini mijozi to'laydigan bo'lsa, 23% 5 yilgacha beriladi. Milliy avtobusda hozirgi kunda imtiyozlar yaratilgan. Agar shartnoma olib kelayotgan bo'lsangiz, Damas, Onyx, Tracker uchun imtiyozlarimiz mavjud. Bunda 0%dan 8,5%gacha ajratiladi. Ya'ni 0% olinmoqchi bo'lgan odam 50% to'lab 20 oy muddatga olish imkoniyati bor. 0%. Hech qanday foizlarsiz. Faqat asosiy taqdirlanadi. Agar yo'q, men o'sha 0%ga imkoniyatni yo'q, 50% deydigan bo'lsa, 25% boshlanish bilan imzoz hamda o'sha holatda to'lab bo'linadi. Faqatgina Onyx Tracker yo'q, 50% 0% olish uchun. Tracker Onyx Damas